2026-yilda EPAda nimalar o'zgaradi? Barchaga salom. Ijtimoiy tarmoqlarga bir necha kun avval joylagan videomizdan bilgan bo'lsangiz kerak, EPA kompaniyasini bu yil juda katta o'zgarishlar kutyapti. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu rebranding. Keling, hozir shular haqida biroz suhbatlashamiz. Rebranding o'zi nima? Rebranding bu brendni yangilash va qayta pozitsiyalash jarayoni bo'lib, u faqatgina kompaniya logotipini almashtirish emas, balki brendning butun ma'no mohiyatini, ko'rinishini va bozordagi o'rnini qayta belgilashni anglatuvchi jarayondir. Agar rebranding so'zini so'zma-so'z inglizchadan o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, qayta, brand esa bu shunchaki brend. Ya'ni to'liq tarjima qilganda rebranding bu brendni qayta shakllantirish degan ma'noni bildiradi. Rebranding o'zi nima uchun qilinadi? Bozor o'zgarganda, raqobatchilarga qaytadan moslashish kerak bo'lganda, yangi auditoriyaga chiqish kerak bo'lganda, mahsulot sifat pozitsiyasi o'zgarganda yoki shunchaki brendni yangilash kerak bo'lganda. Shuningdek, rebranding nimalarni o'zgartiradi? Logotip, ranglar, shriftlar, qadoqlash, dizayn uslubi, qadriyatlar va pozitsiyasini. 2026-yilda EPA kompaniyasida rebranding jarayoni qay tarzda amalga oshiriladi? Birinchi o'rinda O'zbekistondagi barcha rasmiy do'konlarimiz bosqichma-bosqich yangi logotipga o'tkazdiriladi. Ya'ni bu holatdan bu holatga. Logotipning o'ziga keladigan bo'lsak, eski an'anaviy 5 znali logotipdan yanada agressiv ko'rinishga ega bo'lgan yangi 3 znali logotipga o'tildi va bu logotip EPA kompaniyasining yaqin kelajakdagi yangi timsoliga aylanadi. Mahsulotlarimizning ranglari siz doimiy ko'zingiz ko'rishga o'rganib qolgan qora hamda ozroq qizil rangdan endi mana bunday ko'proq qizil hamda ozroq qora ishlatilgan rangda bo'ladi. Shuningdek, mahsulotlarimiz qadoqlari ham yangi logotip bilan yangilangan ko'rinishda keladi. Albatta, bularning barchasi birdaniga amalga oshirilmaydi. Yil davomida sekin-asta bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Mijozlarimizdan esa yagona iltimosimiz, agar siz bozor rastalarida mana shunday yangilangan ko'rinishdagi mahsulotlarimizni ko'zingiz tutsa, bu EPAning qalbakisi yoki bu butunlay boshqa brend degan fikrlardan yiroq bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Zero biz yangi bosqichga o'tyapmiz. Ko'rishguncha xayr.